Ko'nglim taskin topdi, haqiqatga yaqin borayotganim. Siz yig'lamang, jannatlarga borib yetdim. Bu polni ayoliz kiyimlari shekilli. Aytdi, joy namozlar ham turib namoz ham o'qiganmisizlar. Hurmatli kuzatuvchi, ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu videoga befarq bo'lmang, chunki Nozima Kim haqida bo'ladi. Koreyada vafot etgan Nozima Kimning tarafdorlari hamda unga qarshi insonlar hayotda bo'lgan bu voqealarni ko'ring va albatta o'z izohlaringizni, fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Bu polni ayoliz kiyimlari shekilli. Aytdi, joy namozlar ham turib namoz ham o'qiganmisizlar. Prosta og'zaki gapi qachondan asos qilib olinyapti. Sizlar eshitganingizga emas, ko'rganingizga asoslab u qizni tasvirlayli. Masalan, men o'sha uyda kirib olingan videolarga asoslanib, qaysi fohisha uyini Ramazon uchun bezatib qo'yadi. Dasturxon tuzab Ramazon uchun, chiroyli qilib, girlandali qilib Ramazon uchun qaysi fohisha bezatib qo'yadi. Qaysi fohisha uyida joy namoz, tasbeh, 48 varroli daftari yarmi to'la duolar, namoz o'qilish qoidalarini yozib boradi. Men o'zimni ko'zim bilan shuni uyida tintuv qilishyapti-ku, o'zligicha detektiv bo'lib. O'shalarda ko'rsatishyapti, joy namozni ko'rsatishyapti, tasbeh ko'rsatishyapti, uyi Ramazon uchun bezatilganini ko'rsatishyapti. 48 varroli daftarga ichiga duolar yozilgan, namoz o'qish qoidalari yozilgan daftarni ko'rsatishyapti.